Assalomu alaykum. Sapsamiz obunachilari, sizlardan juda ham ko'p savollarni olganmiz, eshitganmiz. Bu savollarga yechim topish uchun Ozarbayjon Respublikasi Baku shahridagi Sapsan bo'yi zavodiga tashrif buyurdik. Suyuq tayyorlagan variantimiz bu. Qora emulsiyaga suyuq holatda surib ko'rganimizni ko'rsatamiz. Mana Sapsan obunachilari qora emulsiyamizga qo'roslar palasalarini. Bu palasalarni 3 marta, 4 marta, 5 marta sursanglar ham yopmaydi. Nimagaki emulsiyamiz juda suyuq. Tavsiya qilamiz, qora, to'q rangdagi emulsiyalarga 5% suv qo'shishi, ochroq rangdagi emulsiyalarga 10% maksimum suv qo'shishi. Agar yoz chillasida issiq haroratda shu emulsiyamizni suradigan bo'lsangiz, tavsiya qilamiz suv qo'shmaslikni. Yana bitta qo'shimchamiz bor. Mana bu quyuq holati. Bitta to'yintirib valikka botirdingizmi? Mana shu holatda surishni tavsiya qilamiz. Botirib olib, ancha joyga yetkazishni tavsiya qilmaymiz. Bitta botirdingiz, bitta surdingiz. Yana bitta narsani aytib o'tamiz. Mana hozir shu joyga emulsiyani surdik, valikka 3 marta botirdik emulsiyaga, mana shu holatga surdik. Sizga yoqmay qolgan joylari bo'lib qolsa, tavsiya qilamiz ustidan bundoq yedirib qo'ymaslikni aytib o'tamiz. Sizga yoqmay qolgan joy bo'lib qoldimi, bitirdingizmi, keyin ikkinchi slojda yopib keting. Agar shu ketni o'qib suradigan bo'lsangiz, bilinib qolishi mumkin.